O'quvchilarning darsdan so'ng bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali tashkil etish, ta'lim tizimida yoshlarning qiziqishi va iqtidorini rivojlantirish, ularni foydali mashg'ulotlarga jalb qilish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Aynan shu maqsadda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 46-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham izchil va samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xalq ta'limi vazirligining 2020-yil 21-dekabrdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy ma'rifiy ishlar va o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida 314 sonli buyrug'i chiqarildi. Mana shu buyruq ijrosi yuzasidan maktabimizda ham elit turdagi fan to'garaklari, UIT turdagi ijodiy to'garaklar, sport, san'at sohasidagi to'garaklarimiz faoliyat yuritib kelmoqda. Bu to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yishdan asosiy maqsadimiz o'quvchi yoshlar o'rtasida bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, o'quvchilardagi bor iqtidorlarni, qobiliyatlarni, salohiyatlarni yanada yuzaga chiqarishda turtki bo'lish maqsadida mana shu to'garaklar faoliyatini yuritib kelmoqda. Bugungi kunda yoshlarimiz aksariyat ko'pchiligi mana shu fan to'garaklariga qiziqish bilan, salohiyat bilan ishtirok etayotgan yoshlarimiz bugun jamiyatimizda juda ham katta natijalarga erishib kelishmoqda. Jumladan sport sohasida 5-sinf o'quvchimiz Obidboyeva Aslzoda karate sport yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'ldi. Shaxmat sohasida ham viloyat bosqichlarida, tuman bosqichlarida bir qator o'quvchilarimiz o'zlarini yuqori natijalarga erishib kelishmoqda. Maktabda o'quvchilarning darsdan keyingi bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun fan, sport hamda madaniy yo'nalishlarda turli to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, ijodiy va jismoniy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Fan to'garaklari orqali o'quvchilarning ilmiy tafakkuri va mantiqiy fikrlashi rivojlantirilsa, sport to'garaklari sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan. Madaniy yo'nalishdagi mashg'ulotlar esa o'quvchilarning ijodkorligi, estetik did va jamoada ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashda yordam beradi. Mashg'ulotlar tajribali ustoz va murabbiylar tomonidan tashkil etilib, har bir o'quvchining qiziqishi va qobiliyatlarini inobatga olmoqda. To'garaklar jarayonida o'quvchilar faol ishtirok etib, bo'sh vaqtlarini foydali va mazmunli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Umuman olganda mazkur ta'lim dargohida amalga oshirilayotgan ushbu tashabbuslar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, ularning ijtimoiy faolligi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.